Yilmayotgan murabbo yoki jemlaringizni ishlatib olish payti keldi. 5 daqiqada masalliqlarni oddiygina aralashtirib, yumshoqqina mazali pirog tayyorlaymiz. Xamir uchun idishga 4 dona tuxum, 200 gram shakar, chimdim tuz solib, shakari eriguncha aralashtiramiz. Ketidan 100 ml o'simlik yog'i, 150 ml sut hamda 350 gram oliy navli unni eldan o'tkazib olamiz. Sifatli turon uni bilan tayyorlangan barcha pishiriq va taomlarim doim kutganimdek zo'r chiqadi. Pirogimiz yaxshi ko'tarilib, yoqimli vanil hid va ta'mli bo'lishi uchun 2 choy qoshiqdan angelli vanilin shakari va razrixli tselidan qo'shib yoramiz. Ushbu massani qimoqlari ketguncha yaxshilab aralashtirib, mana shunaqa quyuqlidagi xamir tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Xamir konsistensiyasiga e'tibor beringlar, suyuq ham, quyuq ham bo'lmasligi kerak. Bo'lmasa, murabbo pirog tagiga cho'kib qolishi yoki piroginglar berch bo'lib chiqishi mumkin. Duxovkaga qo'yiladigan idishni yog'laymiz yoki pishiriq qog'ozini joylab, ustidan xamirni quyamiz. So'ng ustiga 5-6 osh qoshiq murabboni shu ko'rinishda quyib chiqamiz. Men qulupnay murabbosining mevalarini ozgina ezib olib ishlatdim. Pirogimiz oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada 45-50 daqiqa pishiriladi. Pishgan pirogni ustiga shakar upasini sepib, issiqqina choy yoki kofelar bilan maza qilib iste'mol qilishimiz mumkin. Juda ham mazali, tez-tez pishirib tursa bo'ladigan osongina xushbo'y pirog. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.